Man aytaman, блядь, вы чё, блядь, совсем уже ебанулись, что ли, блядь? Успокойтесь, ребята. Pulst живет каждый своей жизнью. Bitta bola kontent qilaman deb hammani e'tiborini tortaman deb bitta qizga anaqa qilgan ekan. Otilmaydi. Gul berganmi? Uzuk bergan. Tiz cho'kkanmi endi? Endi onangni immagur haligi bizni promotionni obsujdeniyasi qolib ketdi-da, jahlim chiqayotgani. Bizniki trendga chiquvdi. Aziz Jangni sotib olgan, urib olgan, duxini olgan, shuning uchun urmadi deb turishuvdi. Bilat, ana bola trend ko'tiga tiqib o'tiribdi-da. U bola nima qildi? U bola keldi, sevgan qiziga benommi, nomsizmi degan komandani konsertida shunda gul berdimi, anaqa uzuk berdi. U ham ssenariy bo'yicha ana qiz ham bitta nahv dedi. Keyin endi uni to'rtta tomondan videoga olib turishdi bir vaqt. Voylat haligi joyda burpostda mulla sallalar o'ralgan odamlar chiqib turib, bu nima degan gap? Voy, как будто endi er xotin o'rtasida salla, yashiy sallada yotibdilar. Qo'y, yoshlar o'ynasin, yashasin, o'ziga kayf hayotida yashasin. Sen uni qabriga tushmaysan-ku. Sen borib uni bir uyiga 1 litr bir flaga yog' olib bermagan bo'lsang, demak u 2 yoshga o'zi ssenariy, postanova, lekin dash real hayotda shunaqa bo'lsa ham, qo'y, u otangni zamonida boshqacha sevgi izhor qilgan. Hozir bunaqa stildir, xato qilsa o'zi javob beradi. Ketdi keyin, voy tiz cho'kdi. Hozirdan tiz cho'ksa endi nima bo'ladi? Voy jala, nima bo'lsa sen hal qilmaysan-ku. Nima bo'lsa bo'ladi endi. Tiz cho'kadimi? 69 qiladimi? 79 qiladimi? Maza qilmaydimi? Hayron qolaman-da. Endi shu ikkita yoshni obsujeniya qilib turdik. Uyg'onsam bu yerda Yulduz Usmonovani mush konserti atmayni. Endi haligi mujiklar, sallovlagan mujiklar unga fikr bildirib ketdi-ku. Bratanlar, uzru, sizlarni bir ishinglar yo'qmi? Bir ish-pishga bormaysizlarmi boboda? Bir oila poylaylar yo'qmi sizlarni? Bolalarni bog'chaga olib borish, undan keyin ishga borish kerak, undan keyin produktda qilish kerak, xotin produktda yozib beradi. Uni keyin borib turib ishlab bozorga olish kerak uni. Keyin qorningiz chiqib ketgan bo'lsa, kindigizga sikadigan darajaga kelib qolgan bo'lsa, qorningiz uni zalga borib tirovka qilish kerak, unga vaqt kerak. Sizlarni tushunmayapman. Bu bir Yulduz opanikiga yopishdinglar. Bir haligi tiz cho'kib sevgan qiziga, sevgi izhor qizi tinch qo'y. Bir bizni promotiondagi jangchilarga yopishdinglar. Sizlar o'zi qanaqa organizatsiyadansizlar sizlar? O'sha fikr bildiruvchilar o'tirib turib, "Mana buni ko'ringlar-chi, bu nima? Bu yangi trendmi jalab? Mana buni ko'ringlar-chi, bu nima deyapti?" Po'q emasmi senga nima deyapti? O'zini hayotini yashayapti. Dinga qarshi chiqmasa, siyosatga qarshi chiqmasa, qonunni buzmasa, baribir sen uni sudit qilmaysan-ku. Qo'y maza qilsin. Agar senga xalaqit o'tgan bo'lsa, mayli gapir. Bratan.